Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'rlikka olib keladigan eng keng tarqalgan kasallik katarakta haqida gaplashamiz. Katarakta bu ko'z ichidagi gavhar xiralashishi. Oddiy qilib aytganda, ko'z oynagingiz oynasida loyqa bo'lib qoladi va natijada dunyo xuddi tumanga tushgandek bo'ladi. O'zbekistonda 60 yoshdan oshganlarda juda ko'p uchraydi. Sababi bo'lishi mumkin qarilik, ultrafiolet nurlar tushishi, qandli diabet va chekish. Boshlang'ich davrda hech qanday og'riq bermaydi, shuning uchun ko'pchilik sezmaydi ham. Bu nega ko'rlikka olib keladi? Ko'z gavhari asta-sekin xiralashadi. Yorug'lik ko'zga to'g'ri o'tmaydi. Dastlabki bosqichda loyqa ko'rish paydo bo'ladi, keyingi bosqichda esa sezilarli darajada ko'rish pasayishi mumkin. Kimlarda ko'p uchraydi? 60 yoshdan oshganlarda, qandli diabet bilan kasallanganlarda, chekuvchilar, quyosh nuri ostida ishlaydiganlarda va ko'z jarohati olganlar yoki steroid gormonlarni uzoq vaqt ishlatganlarda. Nega e'tiborsiz qoldirish mumkin emas? Kasallik asta-sekin kuchayadi, hayot sifati pasayadi va baxtsiz hodisalar va depressiya xavfi ortishi mumkin. O'zbekistonda har yili ko'plab odamlar shu sababdan ko'rish qobiliyatini yo'qotadi. Belgilari bormi va birinchi bosqichda aniqlasa bo'ladimi? Birinchi bosqichda belgilari deyarli yo'q. Keyingi bosqichdagi belgilari bu ko'rish loyqalashishi, rang xira ko'rishi va kechasi yorug'lik atrofida doira paydo bo'ladi. Quyosh nuriga qaraganda ko'z qamashadi va ko'zoynak almashtirishga tez-tez to'g'ri keladi. Buni erta aniqlash mumkin. Oddiy oftalmolog tekshiruvi orqali erta aniqlasa bo'ladi. Oldini olish mumkinmi? To'liq oldini olish imkonsiz, lekin xavfni kamaytirish mumkin. Bu ultrafiolet nurlardan saqlaydigan ko'zoynak taqish, qandli diabetni nazorat qilish, chekishni tashlash va sog'lom ovqatlanish. Va eng muhimi muntazam tekshiruvdan o'tib turish. Agar sizda ham ko'z bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizning klinikamizda sifatli tibbiy tekshiruvdan o'tishingiz mumkin. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling.